Xo'p, hozirgi darsimizda qanday qilib do'st taklif qilishni ko'rib o'tamiz ota-ona profilda. Uning uchun mana yuqorida profil degan joy bor, o'shanga bosasiz va do'stlar degan joy bor. Do'stlarga bosganingizdan keyin bu yoqda mana yozib qo'yilgan, ya'ni 4 ta tarif bor bizda. Birinchisi bepul tarif, qolganlari oddiy oila premiumlar bor. Siz masalan 30 ta ota-ona profildagi boshqa ota-onalarni taklif qilib oddiy tarifimizdan bepul foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni shunaqa imkoniyatlarni ham qo'shib qo'yganmiz mana. Endi hozir men boshqa bitta ota-onani promo kodini o'zimga kiritib ko'raman. Bu yoqda yozaman. Tekshirishni bossam, mana bunday promo kod mavjud emas debdi. Agar siz bola profildan kimdir promo kodini kiritayotgan bo'lsangiz, bunday promo kod mavjud emas deyishi mumkin. Yoki boshqa holatlarda ham bo'lishi mumkin. Misol, bitta odamnikini kiritdingiz, yana o'shanikini kiritsangiz mavjud emasligini yozib chiqadi. Lekin sizda hali umuman kiritilmaganda muammo bo'layotgan bo'lsa, mana shu video izohiga yoki Telegramda biz bilan bog'lanib yozsangiz, biz o'sha promo kodni ko'rib tekshirib beramiz. Ya'ni bu videodan maqsad qanday qilib taklif qilish. Ya'ni bu promo kod deb yozib qo'yib, mana 21 dan boshlangan promo kod bu sizniki. Bu promo kodni siz boshqalarga berasiz. Ular mana shu yerga kiritib tekshirishni bosganda, sizga shular qo'shilib qoladi. Siz boshqalarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, ularda promo kodini yozasiz. Shunaqa. Bitta promo kod faqat bir kishi uchun bo'ladi. Masalan, men kimdir orqali ulandimman, bo'ldi. Boshqa odam promo kodi menda ishlamaydi.